kerak emas shahlo ko'zlaring, kerak emas sumbul sochlaring, qalbim uchun kifoya sening pullaring. Alfozga aylandimmi shunda hozir? Assalomu alaykum. Efirda Akula Kulformatsion dasturi, mikrofon qarshisida yana sevimli boshlovchingiz yulduz bo'lmoqchi bo'lgan Usmon. Biz boshladik. Mashinlik bo'l, o'g'ri bo'l, lek ishingni piri bo'l. Azizlar, bizni o'z kasbini aslari, o'z kasbini fidoyilari va yangicha usullar bilan bir xillikni yomon ko'radigan ajoyib uddaburon militsiya xodimlari. Diqqat, shaharda o'g'rilik ko'ramiz. Ortda qoldi ko'hna tarix, ortda qoldi g'amstam. Erking o'g'lingman qabul et. O'zbegim jon. Assalomu alaykum. O'zbegim. Pichinalar nechi pul bo'lyapti aka? Mazali ekan. Yozib qo'ygan qani bu qaysidan? Ha, anavimi? Mana. Bu 32 ming. 32 ming? Nargisi qani? Ha, bu bachalaga buni hisoblamayman, buni olmayman. 28 ming bo'lyapti. Bunisini olmayman, buni hisoblamayman. Mana undan hisoblasangiz bo'ladi. 32 ming. 32 mingmi? Ha. Kecha optimda 22 mingdan oluvdik aka. Endi aka, qanaqa odamsiz? Narxni ham bir insof bilan qo'ying aka, buncha qimmat 22 mingga bermaydi aka. Optimda 22 mingdan olib kelib bachalarga yedirdim-ku shundan aka. Mazasi ta'mi og'zimda qolgani uchun hozir bir kirib Optim boshqa joy aka bu. Magazin arenda to'laymiz, bizdan tirikchiligimiz bor-ku. Tirikchilik insof bilanda aka, shon 1 kilo pichinaga 10 ming qo'ymaydi-ku. Ey, Aka, sizni tushunmayman-da. bitta narsalarni, oziq-ovqatlarni qimmat qilmang dedi kattalar. Eshitmadingizmi? Ijlarsan qimmat. Bunday qimmat qilmang. Siz har doim kelasiz, o'zingizda bir insof yo'q-da. Qanday? Har doim kelasiz, uni olasiz, buni olasiz, yeb ko'rasiz. Qimmat aka, nima bo'lib ketadi? Ha, yeb ko'rganingizdan ta'mi yoqsa olasiz, yo'q. Sizni yeganingizni Qaydan bilaman kim buni? oladi? Boshqa odam oladimi? Hammasini yeb tashlayotganmi? Nima deganingiz? Hammasini yeb tashlayapti. Mana pichiningizni yeb tashlaganim yo'q, qo'ying bu gapingizni. Janjal qilmang, siz Janjal normal qilaylik. ishlang. Normalni Yaxshi oylik ishlayman. olib. Normalni ishlayman. Yaxshi Ertalab turib oylik bolalarni bog'chaga, maktabga olib boraman, kelaman, obed pishiraman, bachalar maktabdan olib kelaman, kirlar yuvaman, hammasini zo'r qilaman. Uyda hammasini zo'r ishlayman men. Nima endi? Hech kim jalba qilmaydi menga. Aka, mana shunaqa narsalar olib keldim. Nech puldan sotay deb sizdan so'ramayman-ku. Yo, xalqqa ham o'ylash kerak-da. O'ylayapman, boring ishingizni qiling. Insof bilan bo'lish kerak Boring, emas. Men xaridorman, klient всегда прав deydi. Nima? Boring deysan. klient boring, sizga biradi. qo'ying. Har kun shu ahvol. Qanaqa odamlar bor ey, hayronsan. Buni muncha soting, buni muncha sot. Bilaman o'zim nima qilishdi. Alo, ha, olib keling o'shandan. Qo'lingni ko'tar. To'rtta. Qimirlama, qo'lingni ko'tar. Ol. Ha, tur. Voy, qo'lingni ko'tar deb emasang, otaman hozir. Ha, telefon qilib olaman. Voy. Qarshilik qilmasdan, Nima qilyapsiz aka? O'zingizni bosing, nima qilyapsiz? qarshilik Nima bostirib qilmasdan kirdingiz? indamay. Men pullarni solman. Nimaga solaman aka? Kassadagi Kimsiz pullarni u? sol hammasini. Joningda umiding bormi? Pullarni sol. Tezlash, bo'l. Bo'l, tezlash, hazırlash. Kerak emas, qo'ying, o'zingizga qilyapsiz aka. Sol pullarni tez. Aka, 10 yil, Jag'limni chiqarma. 20 yilga qamalib ketasiz aka. Bilasizmi? Bo'la qol, joningda umiding bormi? Bo'ldi, o'zingizni Bo'l, bosing. sol hammasini sol. Ha, o'zingizni bosing. Bo'l, tezlash. Kelishaylik aka. Sol pullarni. Ha? Pullarni sol hammasini. Tezlash, bo'l, tez bo'l. Shu kerak emas bizda. Tez sol, hamma pullaringni sol, hammasini sol. Solaman, qo'lingizni unaq turmang. Uzoqroqdan turing, solib beraman dedim-ku. Tezroq. O'zingizga qiyin qilyapsiz lekin. Vaqtim yo'q men. Bo'l, Bilasizmi, 20 yilga qamalib ketasiz. bo'l. Siz hozir inson huquqlarini poymol qilyapsiz. Pullarni sol, ko'p gapirma. Ha, solaman. Bo'l, tezlash, tezroq sol. Mana otilib ketadi, odam o'lib ketadi. Bo'l, otaman, bo'l. Endi qanaqa odam? Jag'limni chiqarma, sol hammasini pullaringni, bo'l. Ha, baqirmay turing, solaman, qo'rqib ketyapman. Bo'l, tezlash. Bunaqa holatga tushmaganman men. Baqiravermang, nima baqirasiz? Bo'l, sol tezlash. Mana solib beryapman. Oling mana bu. Tezroq. Qo'rqyapman. Aka. Qimirla, yaqinlashma. Aka. Bitta narsa aytmoqchi edim. Otmang ayt. O'g'rimi? Sartaroshmi? Men sizni ko'rmadim aka, to'g'risi bir narsa so'ramoqchi edim. So'ramoqchi emasdim, aytmoqchi edim. Battar bu. To'g'ri qilsa shuni magaziniga kirib aka.
Bu borki qimmatchi edi. Boya magazinda meni haydab itdan buyog'roq chiqardi. Battar bu, aka men sizdan qo'rqaman, lekin sendan qo'rqmayman. Tushundingmi? Battar bu. Ko'rdingmi? Ey, Xudoyim bor, Xudoyim. Xudoyimga yetdi zorim. Oting. Endi chiqadi seni qoring. Sog' bo'lgin. Mana shularni otish kerak. O'chir ovozingni. Hech kimga foydasi tegmaydi. Siz ziyoli insonlarga pistolet tirab turibsizda. O'chir ovozingni. Agar men hozir ketganimdan keyin militsiya chaqirsang, o'zingdan ko'r, tushundingmi? Chaqirmayman. Shayron qilaman, tushundingmi? Chaqirmayman. Menga qara. Ha? O'sha eski usulni, hozir yangi usulni qo'llaymiz, tushundingmi? Tezki. Ber bu yoqqa pullarni. O'zingni yaqinlashmanglar. Yaqinlashma. O'zing bo'lsang. Aka. He bo'ldi. Yaqinlashmanglar. Stop. Tushir qurolingni, tushir. Yaqinlashma. Tushunmadim. Shur qurol, ol qurolingni. Qani u o'zingni quroling? O'g'ilcha maktabga olib ketdi. Kallang churisin san. Aka qizishmang. O'rgilib ketay. Aka qizishmang. Bu nimaga qo'pollik qilasan bu insonga? Bu inson juda ham kerakli inson. Ha, biz jamiyatimiz bu insonlarning orqasidan qanchalik foyda qilayotganini bilyapsan. Bu inson siz aytmayapman, kallangizni qimlatma, bu yoqda aytayapman men. Shunaqangi ko'p samarali ishlar bo'lyapti, qo'yib qolish kerak. Siz bor qanchadan qancha insonlar, sizdaqa insonlar borligi uchun. Ish bilan ta'minlanyapti. Aynan sizlar borliklaringiz uchun. Boringizga shukr akajon. Qo'yvoring sizga gapiryapti. Aka, kattaroq joyda ishlaydim. Kattalardan ham kattaroq foydasi tegadi bu yoqda. Yo'q, Ha. Bu yoqda telefonni oling siz. kelgandan beri baqiradi. Baqirganiga e'tibor bermang. Bu insonlarning kasbi shuni taqozo qiladi. O'qimishli odamda bor. Ha, juda ham. Mana sizlar bor. Derazalarga panjaralar qilinyapti. O'sha panjara qilish uchun qancha odam ishlayaptimi? Mana, boringizga shukr aka. Keyin mana qarang ana. Bu yoq panjara. Sizlar borsizlar, hamma yoqqa kameralar qo'yib tashaldi. Ana. Sizlar borsizlar. Mana biz formada yuribmiz. Xodim bo'lib. Formada nima uchun? Sizlar borliklari uchun biz mana formada yuribmiz. Aka, rahmat sizga. Boringizga shukr. Siz bor ota-onalar bolasiga mas'uliyatli bo'lib turib maktabga o'zi olib borib, o'zi olib kelib qo'yapti. Yo'llardan o'zi o'tkazib qo'yapti. O'zi qaytib olib kelib qo'yapti. Mana aka, sizlarni borliginglar uchun Qimmat telefonlarni o'ylab topyapti. Ha. Bolam qayerda aniq joyini ko'rsatadigan. Ana, Bular borligi uchun. Siz borsiz olam munavvar demoqchi. joningiz omon bo'lsin. Aka, sizni borligingiz uchun o'tgan yili ustozga xudoyiy xizmatlari uchun order berildi. Ana, Aka, siz bor, mana biza order. Aka, tabriklayman. Joningiz omon bo'lsin. Aytmaysiz, birodar. Bo'ldi. O'tiramiz aka. Bir choyxona qilib beraman. Choyxona chaqiramiz. Yo'q, bo'sh bo'ladi. Davron to'rida o'tirasiz aka siz. O'tirib maza qilib aka. Ha, Bugun ketaylik. Bu to'qqiz. Bu narsa olib bozorlikda qilib turingizlar, iltimos Yaxshi endi. bo'ladi aka. Boringizga shukr aka sizni. Shuncha batdan beri shuni foydali ish qila turdim. Keling, bag'rimga bosib qo'yay sizni. Gap yo'q. Qarsak chalish kerak insonlar. Ofarin, boringizga shukr. Erkakni rizqi ko'chada deydi-yu. Ochib qo'ying endi qo'pol ko'rinadi shunda. Yarashmaydi sizga bu. Kissaga soling buni. Qaysi mahalla turasiz? Mana shu 3 ta mahalla tepada. Haligi Qaysi? Tinchlik bor. ha, Tinchlik mahallasida. Endi esimdan chiqib ketdilar, men maqtagani. Ismingiz nima edi? Odil Familiyangiz? O'roqov. O'roqov. Odiljonga deb mahalla raisi tomonidan faxriyorlik, hokimiyat tomonidan rag'batlantirishni qilib beramiz akaga. Yo'q, aka, manzillarni ham bilib oling. Ha, bo'ldi, Tinchlik mahallada O'roqov. Bizniki ham boramiz endi. Mana ko'ylochiq inson bu. Shunday zo'r odam, gap yo'q, malades. Jiyallaga. Akaga, ikkita qurtcha ham soling. Aka. Birinchi marta rozi narsa berish odam nimaga bu boshqacha bo'lar ekan. Qutlug' dargohdan quruq qaytma degan dono xalqimiz. Aka, boringizga shukr. Sizdaqa insonlar bor ekan. Keyin akani bir quchoqlab, bir tabriklab qo'y, bu yoqqa keyin. Qo'pollik qilgani uchun aka uzr so'rayman. Mayli. Uzr so'rayman, bag'riga bosib qo'y akangni. To'xtanglar. To'xtanglar, hozir maqtayotdinglar. Nima qilyotdik?
Hozir boshqacha gapiryapsiz. Hozir podvalga olib kirib faxriy yo'rliq ham beramiz senga. Yur. Ilyos odam aka 2 soatda meni baqirib o'ldiraman. Ha, qo'yib yuboringlar. Ber aka. Qurtga rozi. Kerak emas, qurtaga qo'yib yubor qo'limda. Qo'yib yubor dedim. O'g'ilcha yig'ladi, bering ana. Ya. Buni bering. Mana shu bilan Baqirma. Yur. Yur. Hali senga shunaqa maqtov yo'rliqlarimiz bor. aka, bala ikkita qurt pulini kim beradi? Ikkita qurt. Ha, Men O'roqovga yozib qo'y, O'roqovga. kim O'roq? Mana yozmana buni otiga yozib Bu qo'y. qachon to'laydi bu? Bo'lib to'laydi. Nasibimizda bir 7 yil oladi, ketdik. Bo'pti. Agar shaharda mana shunaqangi uddaburon o'z kasbini fidoyilari bo'ladigan bo'lsa va mana shunaqangi ko'ngilchan o'g'rilar bo'ladigan bo'lsa, ishoning shaharda har doim tinchlik va farovonlik hukm suradi. Bizda keyingi xabar. Aka to'xtang. Iltimos. Mana shu lavhani ko'ring. Shu lavha aynan siz uchun. Sizga tegishli aka. Shuni bitta ko'ring. Sizning hayotingizda bo'lgan shunaqa voqea akajon. Shuni bitta ko'ring aka, iltimos. Yangamni ham chaqiring. Tezlashtiring. Halo. Yaxshimisan? Mahallang kelgandim. Ha. Hozir keldim ha. Ko'chaning boshidaman. Yarim soat? Kallang joydan sani nima uchun yarim soatga men kutishim kerak? 5 minut uzoq 10 minut kutaman. Chiqsang chiqib bo'lmasa ketib boraman men. Ha, ketib boraman. Boshim. Boshini razor tutdi. Ha? Ko'zga qarab haydasang bo'lmaydi. Qanaqa odam? Ko'zga qarab haydaydi odam degan. Ko'zimga qarab haydayapman. Birinchi marta mashina minishingizmi? Yo'q. Yo'lni chekkasida turgan bo'lsam, kim uradi bu odam? Bilasizmi qancha turadi? Ya qara, o'zing nima bu yerda turibsan? Har doim men shu yerdan qayrilama, hech kim bo'lmaydi. O'zing nima turibsan? Qayerda turayman? Tepada turaymi? Nariroqda tur. Nariroqda tur. O'taxon qarayman, yo'lni o'rtasi bo'lma? Ha, yo'l bo'lma? Bu yo'lni chekkasimi? Jimtir yo'lni o'rtasida. Obbo, bu meni qora qozonim qaynatib turdi-da. Haydashni bilmasangiz nima qilasiz ko'chaga chiqib? Menga haydash bordir, nevarasi bordir, ko'chaga berib yubormaysiz mashinangizni. Menga haydashni o'rgatma. Bilasizmi u qancha turadi bu mashina? Yemay ichmay yig'ib olganman buni. Qancha turadi? Buni puliga 100 so'matingiz beradi. Hisoblab ko'ring qancha turadi. Dada, endi pulga olgansam to'g'ri kelgan joyga. Qanaqadan puli? Biz o'zim ishlab olganman. Eshit meni, eshit. Qara. Qancha turadi? Rasvo qildingiz. Qancha turadi? Bu narxini qo'ying otaxon, bu sizga orzu bo'lib qoladi bu mashina. Orzu emas. Ikkita pensiyamni shunday beraman, shu mashinangni beraman. Ikkita pensiyani puliga chexolini ham bermaydi. Kampirga 3ta pensiyasini qo'shaman. Bo'layotgan gaplarda gapiring, telefon qiling, o'g'lingizga kikka bersin. Mana bilasizmi qancha turadi? Mana qara, asabiylashma. Bu ham hozir olib borgandan qilib bermaydi, buni zakaz qilish kerak. Katta gapiryapti, asabiylashma. Katta gapiryapti. Katta gapiryapti. Nima baqirasiz? Katta gapiryapti. O'zingni bosib ol, bolam. O'zingni bosib ol, jim tur. Turib. Hurmatingiz bor-da. Ha, bali. Lekin buni qilish kerak-da, buni qilish kerak. Men bunaqa qilib yurmayman mana. Daqa qilamiz. Men qarab, siqilma. Hozir mahallada turaman. Mahalla o'zimniki. Hozir ikki qisq shashlik do'stlar yomon suhbat ketadi. Shashlik qilib. Shashlik ko'ngilga sig'adimi hozir? Piyola choyni ustida kalla joyiga keladi. Keyin mashina temirga. Rasvo qildingiz. Yaxshi. Yur. Ke. Mashinani to'g'rilaylik. Mashina bo'ladi. Qarab tur. Buni qara, nimaligini bilasanmi sen? Oddiy choynik chekindi, nima ekan bu? Oddiy choynak emas. Bekorliklarda aytibsan. Bosh xotirmang otaxon. Bu bobomdan qolgan. Katta xolangizdan qolmay, nima farqi bor? Otamdan men olib qolgan. Qara, qarab tur. Qara, hozir ish qalayman. Nima ish qilaysiz? Qara. Uzoqroq tur. Deydi. Ana, qara. Ana, ko'ryapsanmi?
pura urib urganib ketganman-da, senga o'xshab hayron qolmayman. Assalomu alaykum tog'ajon. Va alaykum. Aynan ay sizdan amringizga muntazirman. Ayting shartingizni. Aka. Joning omon bo'lsin. Ha tog'ajonimdan aylana o'rgilay tog'ajon. Hash burutchalar yulib olayda sizda. Shuni yaxshi ko'raman shu burutchalar. Devonachada shunday, devonacha. Joningiz omonmi? Qanaysiz? O'rgilib ketay. Yana problema bo'ldimi deyman. Problem. Assalomu alaykum. Ko'ray. Assalomu alaykum. Qo'rqmang ibi. Akang bilan Odamlardan yaxshiman. Akang yaxshilab ko'rish. Yaxshilab. O problema kattaroq bo'ldimi deyman. Aynan. Akajon. Hammasi to'g'ri. Zo'rmi? Bola chaqa hammasi zo'rmi? Charchamang. Joningiz omon bo'lsin. Keyin so'rashamiz. Nima deysiz tog'ajon? Ayting. 2 siq shashlik qo'yib yubor. 2 siq. 3 siq qo'y o'zing ham. 3. Ay tog'ajon, o'rgilib ketib, mana ham o'ylaylik. Mana bir narsa qo'rincha o'ch qolib ketibdi deyman. Bor. Abi qayerda jinni bu? O'zi aytsin, o'zi. Qayerda jin? Qayerda jinnisan? Biza eskidan g'ijduvonlik, ko'na jinlardan biz. G'ijduvonni qayerda? G'ishtidan. G'ishta bo'ldi degan qishloq bu o'shandan o'tgandan ota bobolar o'sha g'ishtiga yashab kelgan. Bu yerda ham shu biza o'zimiz tamom, devonacha tamom, короче, hamma o'sha yerdan, ha. Bu nima ish qiladi bu? Nima Nima ish qiladi? Ish shuni qo'yib tursa. Nima? 2 siq shashlik qo'yib yubor bizga akang. 2 siq. Yo, 3 siq. 3 siq shashlik, ha. O'zingga ham 1 siq qo'yib yubor. Bo'ldi, qiyma, ha? Qiyma. Bo'ldi, g'ijduvon shashlik, ha? G'ijduvon. Tamam, bo'ldi, tamam. Oo, tibito. Abadayn, shabadayn, Kufsuf, Yusuf. Marama, kelinglar bera. Kelinglar bera. To'g'ri keling, aynan. Kelinglar bera. Aka bera keling. Qilmang. Temirda u to'piladi, tog'ajon, keling bera. Aynan. Bera keling. O'tdan. Do'st bo'lsang yonimda tur, yo o'ngda tur, yo so'lda tur. Joningni. Gabi. Obida pishsin. Bo'ldi, tog'ajon, shu bitta gapni aytay sizga, ishingiz polli problema bor-ku. Bir xursandchilikku eslamang mana. Ham faqat problemangiz bo'lsa eslang. Haymi mana. Sanchilikda ham eslaganman-ku. Qo'y. Ana kampirda tug'ilgan kunida 2 ta aroq olib kelib bersansan-ku. Xursandchilik. Aroqni olib kelib berdim. Ish demagansiz o'shanga ham menga. Qani birdan bu paydo qildi? Biz o'rgilaysiz. Hamma narsa qo'lidan keladi bu jinni. Yo'qlik. Obida pishsin, ha, obida. Devonacha bo'ladi, ishingiz bo'lmasin bera. Bo'ldi. Gabi. Aka siqilmang, 4 kunlik dunyo temir to'piladi akajon. Temir to'piladi. Ana. Shunchasini hal qilganmiz-ku, to'g'rimi? Mana shu nechtasini hal qildik tog'a shu paytgacha. Buni ham hal bo'ladi. Zerikmang bera tamom. To'g'ri aytyapti bu. Temir topilayotgan narsa. Ana o'ziga kelyapti, men aytdim sizga. Yaxshi bo'ladi. Temir bo'lsa bu. Temirda bu. Ha. Bir siz urasiz, bir men uraman. Ana. Dil xiralik yomon. Ana. Ey, odam bilan ko'rishmasa ham tog' bilan Devonacha qilib ustavera. Chappasini ayting. Tog' bilan ko'rishmasa ham odam bilan ko'rishadi. O'sha payt ko'zga tushgan payti, lo'ppa bo'lgan payti, ana ko'ngil og'rimasin tog'a. Aytdim-ku, maynalari o'chiribdi qani bu. Ana. Shashlik qilamiz. Bitta narsada. Bir piyola cho'chani ustiga hammasi hal bo'ladi. 2 siq shashlik ustiga hamma narsa hal bo'ladi. Bu jinni bizga sotasiz tog'a. Sotasizmi mani? Kim tur? Biz sotasizmi? Sotmayman. Men sotasizmi tog'ajon? Yo'q. Men shuncha xizmat qilaman sizga bera. Sotmayman, jim tur. To'shni sotmaysizmi? Men bilan yursang, yeb ichishing hammasi zo'r bo'ladi. Chet ellarga chiqamiz, Tailand, Phuket ko'chalariga. Erkaklar bo'lmasmi? Boraman. Orzuyim bor-ku Tailandga borib eshitganman. O'zimiz bo'lak boramiz. Tog'a jim tur shu paytgacha hech yerga borganingiz yo'q bera. Tog'a, keling men bu yoqqa bir savdoni pishtayligidan keling. Hop. Jim turing. Men sizlikka borsam-ki normal sharoitda yashayman. Ha, zo'r bo'ladi hammasi. Kim bor? Keling. Jim tur. Ha. Aytdim-ku, temir topiladi, Ne topiladi? Jinningizga, o'zimizga nish pul beradi, to'g'risini ayting. Yo'q. 20 million beraman. Bera. Yo'q. Challenge yo'q. Bu qilayotgan ishini 30 million beraman, bering tog'a. Ha? 50 million mana, bering shuni olib ketay. Siltama mana tuz bor. Ey, mana oxiri mana 50 million. O'zing olib ketay shu. Choynakchasi qani edi buni kirsin. O'zing olib ketay shuni. O'zing gaplash hozir uzadi qo'lda. Qo'lni oling bera. Akajon, qancha beraman deyapsiz? 70 million jin olib ketay. Aka to'xtang. 70 millionga borib, ana u tog' bozordan tog' olasiz pulingizga. Tushundingizmi? Siz jin olibsiz. Siz nima deyapsiz aka?
100 million beraman. Yo'q aka, yo 100 pul dema, milliarddan keling akajon, milliarddan keling. Uni Ya pastlash. milliard emas, bitta gapiraman. Bu savol kitaman. Qancha? 110 million beraman. Bering. Kiraymi? Inimga kiraymi? To'xta, To'xtang, jim turing. Siz to'g'ri, siz Bo'ladimi? Gapni eshiting. Bunaqa qilaylik. Ha. Gapni eshiting. Mana shu mashinani Ha. to'g'ri, menga qarang. Qo'shib bersinlarmi? Shu mashinangni ber, Jo'rajon. To'g'rijon, shuni bering, uzr sansiryordan pul odam ko'taradi-da. Shu mashinani bering. Bersinlarmi? Bo'ladimi? Bo'ladi. Beraman, roziman. Ketdik. Zo'r mashin bu. Yo, o'ylab ko'raymi? Ham bo'ldi, menga to'g'rim ko'p o'ylanadi-da, ikkilanadi. Ustiga nimadir qo'shing shuni. Shu mashinani ustiga nimadir qo'shing. Shunday notariusga boramiz. Bo'ldi, hozir. Bera keling siz. Qaytib kelaman ishingiz bo'lmasa o'zingizga. Qaytib kelaman men bera, jim o'tir. Menga shuni. O'man qishdo'rlik uchunman. Savolni pishiraman, tamom bera. Ko'p maynam urmang. Hay deb ma'qullab turing, hay. Hay. Tamom. Jim, keling. Mana mashinani ustiga mana shuni qo'shaman. Ibi qancha beradi? Mana bitta pachka. Sol buni pachka ichiga sol. Qancha so'rab? Sol. Sol menga. So'ling. Ana. Tashilok bilan. To'g'ri. Ol. Baraka toping. O'zi sotmoqchi emasdim. Lekin yaxshi bola ekan-da, men kechir. Yaxshi qaraydi senga. Jonizon ket. Shashig. Shashigida yilikchimi? Hamma narsani hal qilsa bo'ladi dedimmi? Bo'ladi, aynan. Ana, ko'rasizmi? Oqibat yo'q olmas. Shunday. To'g'rijon, qani ketdik. Ana. Qo'ralarni, shashiklarni yig'ishtirib uyga boravering. Bo'pti, men. So'nikcha, qani so'nikcha. Ketdik. Bizni idishda oling. Qani ketdik xo'jayin. Xotin! Xotin, kele, yangilikda dahshati bor. Ket, tez. Gitti uxlab tushunga kirmang. Dahshat. Nima kamlaring bor? Hammasini yoz ro'yxatga. Ammangga, xolangga, tog'angga, amakingga, qo'ni qo'shniga, ota-onangga kimga nima kerak bo'lsa hammasini ro'yxatga ber. Ko'ylaklar so'rayotdingmi? Men ko'ylakni olib bering. Men ham ko'ylakni olib bering dedi. O'shalar hammasini yozib ber. 50 ta zakaz qilamiz, olib keladi. Yoz o'shalarni yoz. Hozir shunaqangi boyib ketamiz, xotin, ishongin. Puldan tashvish yo'q. Qanaqa orzu, umiding, niyating bo'lsa, ayt, bittada bajo keltiraman. Hazillashyapsizmi? Ya'ni xotin aytayman, xazina topdim, xazina. Qo'ysangchi dadasi, hazillashmayman bilan. Qachon hazillashdim sen bilan? Dilimni og'ritmay 2 oydan beri bitta narsa olib berganingiz yo'q. Qachondan beri yalinib yuribman. Ammamni o'g'lini to'yi bo'ladi deb. Xotin, oldin ham hamma narsa bor edi, boy edik, lekin hozir endi boshqacha boy bo'ladi, shu. Qayerdan boy bo'lasiz? Xazina topdim, xotin. Uni qara. Bu oddiy choynik-ku dadasi. Nima? Ha? Qanaqa oddiy choynak? Ya, kun bilasanmi, xazina yashiringan buni ichiga, xazina. Bu bizani boy milliarder qilib yuboradi. Ichida tillasi bor ekan, oching olamiz. Qanaqa tilla? O tillarni tonnalab mana bu yoqqa yig'amiz. Shun joy top tilla, pullarga. Hozir qara, ish qilayman, nima chiqib keladi buning ichidan? Buning ichida jin bor. Hamma talablarimizni bajarib keladi. Buvimga o'xshab ertak aytmang dadasi, hazillashmang, katta xotinman o'zi. Qara, tomosha. Assalomu alaykum, tog'ajon. Va alaykum salom. Amringizga muntazirman. Yangi tog'o. Tog'ajon, aynan, meni yangi tog'om. Qanaysiz? Zo'r. Zakonning beri. Hamma narsa cho'tkimi? Ibi. Lekin balki uychalarni shunday devona chaqilib remont qilgan ekansiz. Ibi. Uylaysizga yorib tashlabsiz bera. Ha, zo'r. Ibi, siz qanaysiz yangajon? Ibi, aynan sizdan yangajon bittaga. To'xtang. Hech kimga qilmagan bonus qilib berasiz yangajon bayramlaringiz bilan. Ibi, oling buni. Ha, bitta yelkaga qo'yib qo'ying. Bo'ldi. Qanaysiz? Zo'r. Ha. Yaxshi. Zo'rmisiz? Aynan. Qalay? Tog'ajon qandaysiz? Sizlar, kayfiyatlar zo'rmi? Cho'tku. Ha, tilaklarimni aytay, ha? Tilak, ibi, tamam, bo'lsin, tamam. Ha, 4 ta xonani to'ldirib dollar qilib qo'y. Ibi. Ko'rdingmi xotin? Tayyorlab qo'yadi. Men 5 ta xonani aytsam bo'ladi, yotishga ham uy kerak-ku. Ana. 4 ta xonani to'ldirib qo'y. Keyin yana nima aytamiz, xotin? Pastda garajim bor. Eng qimmat mashinalardan. 10 xilmi, 20 xilmi mashinalardan, inomarka mashinalarini
shuni paydo qilib qo'y. Ertaga jumsin. Genesis, Toyota, Tesla. Ha. Damas ham aytaylik. Qarindoshlarniki bor. Bitta Damas ham. Shunday bu tilaklarni eshitib borib, maynam g'ijim bo'lib ketdi bokidira. Akajon, menga qarang. Ha. Bu narsani vobshe iloji yo'q. Nimaga iloji yo'q? Abi sen salom pulga sotib oldim. Shu hamma ishni qiladi dedi. Jin dedi. Haqiqiy jin bo'lsan, qilasan-da, muqoyya qilasan. Men faqat shashlik qilib bilaman xolos. Shashlik? Ha? Mana. Vaq, kibitoq, kuf, suf, yusuf. Ana akajon, bir qiyma qildim, bir tavoq shashlik qil. Variant ko'p akajon. Yangajon, mana bittasi sizga. Ishlang mana. Diyona bo'lgan. Akajon, mana qancha shashlik desangiz ayting, men qilib beraman akajon. Meni ko'nglimga azob berma, narsalar aytib beraman. Bir to'y qiling, jiyanchalarning to'yiga. Polni shashlik mendan akajon. Yaxshi qilasan. Dadasi. Menga to'yni ichiga bo'laman, esi chiqay. Dadasi? Shashlik yemaysizmi? Dadasi. Hey dadasi. Hali meni yo'qotganing uchun juda qattiq afsuslanasan. Ha, bu gapni aytishga faqatgina pul haqli. Boshqa birorta odam aytsa, ishoning bir tillik ahamiyati yo'q. Bog'larda jiydalar yana gulladi. Dillarga mangu bog'ladi. Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshisida yana sevimli boshlovchingiz Yulduz Usmon bo'ldi. Xullas, bo'pti.